Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Mana ko'pchilik so'ragan narsa, suv filtrlari, artezan suvlari, filtrlar yumshatishi chorasi qanaqa deydi. Mana ayol showroom qo'yibdi. Showroomimizdan hozir Jamshid ham sizlarga tushuntirib beradi. Tushuntirib bergan Jamshid aka. Bu birinchi kirish filtri uzuni, birinchi kirib kelishi, asosiy kirib kelishi mana shu chidan o'tib kirib kelyapti. Kirib kelganda birinchi grubyarskidan o'tadi. Yirik musorlar olib qolib, o'zi filtr musorga to'kib yuboradi musorlari. Undan keyin o'tib mana klaplar qo'yilgan, magnitli klaplar qo'yilgan. Bu klaplar bundan ketib sirazi yo'mkisni to'ldiradi. Bochka to'lgandan keyin bu klaplar biri ochilib, teskarisi bunisi ochilsa, bunisi yopiladi, bunisi yopilsa, bunisi ochiladi. Ochilib to'lgandan keyin avtomatik mana ketdi. Uje bochkadan to'lib qaytib kelyapti uje bu yerda. Bochkadan to'lib qaytib kelyapti. Qaytib kelgan paytda qachondir shaharda suv uzilgan paytda bochkadan olinadi suv. Shahardan suv kelish uzilgan paytda bochkadan olinadi. Shahardan suv kelgan paytda yana bochkadan olingan shahar o'zidan olinaveradi. Bu yerda kelganda mana uje krandan uje nasosga ketyapti. Nasosdan qaytib davleniya beryapti nasos. Uni o'rtasi yopiladigan anamada o'zi yopiladigan klapani bor. Klapani bor. Uje keyin bu yerdan sirazi filtrlarga kirishdan oldin avtopalivga beryapti. Avtopalivga holini sug'orishga avtopalivga berib, avtopalivdan keyin uje mana filtrlarga o'tyapti. Birinchi filtrga uje kiryapti. Bu filtr minerallarni olib qoladi. Tonki achishdi. Minerallarni olib qolib, oliy suv qilib beradi. Bundan chiqqandan keyin uje mikroklimatga ketyapti. Keyingi filtrga kirishdan oldin keyingi filtr bu yumshatib beradi. Tuzlarni olib qoladi, sho'rini olib qolib, yana tuzlarni olib qolib, yana sistemaga sanuzellarga, cho'milish sistemalarga tayyor suv qilib beradi. Bundan keyin uje sanuzellarga tarqatsa bo'ladi. Demak, shunday yumshatish, o'zbekchasi yumshatish. Bundan keyin uje sanuzellarga foydalaniladi, lekin baribir ichki yaroqli emas. Ichki yaroqli bo'lmaydi. Osmos filtr qo'yish kerak. Osmos filtr qo'yish kerak. Chunki hamma minerallar olib qolingan oliy suv oliy suv ichishi foydasi ham. Silisillarni, aristonlarni to'lib qolishidan nakif bo'lishini oladi filtr. Har bir yumshatib, sho'rini olib, ana shu beradi. Narxi shu 3 yil filtr, 2300 lar atrofida chiqadi. Buni kartriji almashtiriladi. Kartriji bir 2 yil atrofida yetadi. Buni ichiga ham soladigan yumshatgan anaqalari bor. Bular almashtiriladi. Bular qachonki o'zini bu Wi-Fi deb ulanadi. Wi-Fi da ishlaydi. Qachonki filtri to'lib qolsa yoki kuchi ketib qolganda o'zi xabar beradi telefonga. YouTube'ga mana Imrita deb yozsanglar, Imrita firmasi ham o'z reklamalarini, showroomlarini qo'ygan. Bizning kanalimizdan ham o'zingiz markazida kelganmiz. Havola bo'lsa yana murojaat qilaversizlar.